Bu daladan geldi keldi ha? Ha, xudo xolisa mana dalada o'tlab yetib kelishdi. Bahorda olarasiz, tosh qo'yganlarimiz. Yılanlarını to'ldirib keldim dedi. O'stegmas. Sinerjana bu hammasi ismi bor, mobil, sinerjana. Yılanlarını to'ldirib keldim dedi bolalarga. Bismillah. Bolalarga sho'shyaptimi bular endi? Bular bolalarga bo'la shoshibotdi. Bu bolalarni to'ydirish uchun bu mursiyana, bu kichkintoy, narigi mobil, ana to'polonchi, mandarin, ko'ktoy, sinerjana, mana bu erkatoy, narigi u yoq bu janjalkay. Hammasini ismi bor. Nechta bo'ldi xudo xolisa endi? Hozir asosan sog'alariyani 9 ta. Sog'alariyani 9 ta. Mana shu hovlidan kelishiga o'tirib topamiz. O't qayerda olasizmi? O'tda mana shu hovliga ekiladi. Beda ekamiz. Beda ko'tariladi, chiqadi. Shuni o'rib olamiz, yana solaveramiz. Bir chetdan ham o'rib kelaveramiz. Ko'chada ham, ko'cha bog'imizda ham ozgina bor. Ularni o'rib kelaveramiz. Bundan tashqari огородga ekamiz. Bolgarskiy, pomidori, bodring, chesnok, sabzi, rediska, kashnish, ukrop. Mevali daraxtlarda olxo'ri bor, anor bor, funduq daraxtimiz bor, xurmo bor, olma bor, nok bor, o'rik bor, anjir bor, shaftoli bor. Hammasidan bor ekanda. Hammasidan bor, ha. Kettirib, qilib ekib o'zimiz ro'zg'or uchun yaratamiz, xudo xolisa. Dori bermaysiz qana? Yo'q, asosan mana shu echkilarning go'ngi bilan shug'ullanamiz. Asosan mana shu dalada yeb kelishadi. Sarimsoqmi bu? Lambe. Sarimsoq piyozmi bu? Bu sarimsoq piyoz, ya'ni chesnok. Endi qishloqcha chesnok deymiz. Chesnok, mana bu rediska, o'zimizning hovlidan chiqargan. Bu rediska, kashnich, ukrop, ko'k piyoz, shunaqalar ekiladi. Mana bu endi ijabeka. Yovoy maymunjon, malina, ya'ni nimaga? Kompot qilamiz, varina qilamiz. O'zimizdan chiqarib yo'q. Asosan narsa o'zimizdan chiqadi. Endi guruch bilan ozgina yog' bor, un, ozgina shu narsalarni sotib olmasak, qolgan narsa hammasi o'zimizdan chiqadi, xudo xolisa. Mana anjirlarimizdan o'zi hosilga tayyorlanib boshlayapti. Bu sariq anjir, narigini qora anjir. Ha, mana funligimizdan o'zi hosil solgan. Funligimizdan yaxshiroq hosil solgan. Bak, o'zinglar. Funliglarimizdan hosil solgan. Ro'zg'orga o'zimizdan chiqadi. Go'ngni shu to'lasizmi? Go'ng mana shu o'zimizni mahsulot. Endi mana shu go'ngni огородga sepib yerni uyamiz. Undan tashqari yana hosil ekkandan keyin chiqishiga qarab yana qo'shimcha go'ng solib uyib o'zimizning tog' suvlari. Mana sog'ish jarayoni ham boshlandi. Avval ichkilarda yelinlari yuvib olinyapti. Bitta yuvib, bitta sog'ilmasdan hammasini avval yuvib olishar ekan. Shundan keyin sog'ish jarayoniga kirishiladi. Bu ham asli bizning talabimiz edi. Guruhimizda so'rashganida ko'p so'rashadi, yelini yuviladimi deb. Yelini yuvmaydigan uloqchilarga bir emizib olinadiganlar ham bor ekan. Lekin biz o'sha yuvilganini ma'qul ko'rganmiz va bular ham o'zi aslida shunday qilishar ekan. Keyin sog'ilgan sutni sirli idishga solish talabini ham qo'yganmiz. Sog'ish jarayonini faqat yelim idishda sog'ishyapti. Bunga biz e'tiroz qilmadik, balki shunisi qulayroqdir. Eng muhim bizga borini ko'rsatishganiga ham xursand bo'ldik. Yonimizda bizni ko'zimiz oldida sirli idishga sog'ib biz ketgandan keyin yelim idishga o'tib ketishlari ham mumkin-ku. Shunday bo'lmaganiga, borini ko'rsatishganiga ham xursandmiz. Mana uloqchalarda o'ziga ham navbat keldi. Uloqchalar qo'yib yuboriladi, sog'ib bo'lingandan keyin. Ularning ham nasibasi qoldirilar ekan.
Bir yarim sovib olinadi, bir yarim bolasiga. Bolasiga ham qoldiriladimi endi o'zi? Ha, bolasiga qoldiradi. Masalan, 2,5 litr sut beradigan bo'lsa, 1,5 litr sovib olinadi, 1 litr svetning bolasiga qoladi. 1 litr bolasiga qoladi. Bu kechqurun bolasi ham bir xil ekan, u. Bu kechasi birga o'tadi bolalar. Ertalabgacha yotishadi, keyin ertalab Ertalab qanday sut chiqadi undan? bolalardan qolganini sovib olamiz. Ertalabga ham 1,5 litr, 2 litr atrofida beradi. Endi yemgani bilan ko'p bunaqa yemaydi. Nari borsa 1 litr yemadi. Demak, Xudoning o'zi buni odamlar uchun yaratgan ekanda uni. Xuddi shunday. Bolasidan ortib qolyaptimi? Xuddi shunday. Asalarini asali ortib qolganday. Ha, Sug'ilgan sutlar suzib olinyapti. Noqulay bo'lsa derazadan mo'ralab bo'lsa ham tasvirga oldik. tak, mana qadrdonlar. Kichkina sexchangiz. Ha, o'zimni qishloqchasiga aytganda sexcham. Mana bu kechki sog'ilgan sutlarimiz, mana. Kechga payt sog'ilgan sutlarimiz. Bu sutlarni pishirib oqtoshga olib chiqamiz. Ayolim bilan termizlarda pishirib olib chiqib o'tkazamiz. Ya'ni stakan 10 ming, litr 40 mingdan o'tkazamiz. U yoqdan qolgan sutni olib chiqib chelaklarda uvitamiz. Chelaklarda uvitamiz va qatig'ini kuvga tashlaymiz. Mana kuvimiz, kuv apparatimiz, ya'ni mana nisbatan ozgina yog'ni olamiz va yog'ini olgandan keyin mana qurt qilinadi. Mana bu qurt apparatimiz. Mana bu yog'i, mana sariyog' mana. Olingan sariyog'. Buni eritilgani. Eritilgani. Ha, oq maskasi yo'q. Hozir oq maskasini asosan zakazga beramiz, qolganini eritib bankalarga tayyorlab beraveradilar. Mana bunaqa viloyatga, chetga chiqib ketadiganlarga baklashga qilib beramiz. Ular bankada sinib qoladi, aeroportdan o'tishimiz sal muammo bo'ladi deydi, shuni hisobiga baklashga deyishadi, shunga qarab qilib beraveramiz. Mana bu suzmasi, mana hozir bo'sh bo'lsanglar, kechgaga kelsanglar, mana qurt qilamiz, hasharlashib, xudo xolisa. Shuncha suzma bor. Mana 2 tog'ora. Bu sutlarimiz o'sha ertalabga. Soat kechqurungi soat 1 dan keyin ayolim bilan pishiramiz, oqtoshga qarab chiqib ketamiz. Mana sutlarni o'tkazib kelamiz. Qolgan sutlarni keyin yana shu ertalab sog'ilgan sut bor, shularni pishirib tayyorlaymiz. Shularni tayyorlab mahsulot tayyorlaymiz. Mana bu xolodilnigimiz. Bismillah. Mana bu ertalab sog'ilgan sutlar mana hozir. Bularni pishirib qatiqqa qurtga tashlanadi. Mana bu qatiqlar mana. Qatiq. Shunga tashlanadi. Mana bu qatiq. Qatiq ham qardori bor endi. Ha, qatiq ham bor, xuddi shunday. Mana bu adnarazi bakrashda. Shahar o'zidan TTZda Diyodoradan olib kelaman. Ya'ni Nurga akamni klientlari bankaga so'rashsa, boshqa gruppalar baklashga so'raydi. Adnarazi baklashga. Shunga qarab jo'natib beraveraman. Imkon qadar qo'limdan kelgancha so'ragan odamga jo'natib beraman. Mana bu termizlarimiz, mana shu termizlarda pishirib olib chiqib boriladi. Mana bu qozonlarimiz. Bu meni stelajim. Mana shu joyga ertalab akkuratni yuvib, tozalab tiqib qo'yaman. Kerak payt mana shu yerdan olib ishlataveraman kerak narsalarni. Kechqurun qaynatib termizga solib qo'yasiz. Ha, kechqurun qaynatib termizga solinadi. Xuddi shunday. Kechqurun qaynatib termizga solinadi. Mahsulotlar mana shu. Shu hozir endi shomdan keyin, xudo xolisa nasib qilsa, shomdan keyin mana qurtni boshlaymiz. Qurtni ham ko'ramiz, xudo xolisa. Ha, qolgani xudo xolisa vaqtiga qarab boraveradi. Barakasini bersin. Amin, amin. Aytganingiz kelsin, aytganingiz kelsin. Mana ko'chada suzmalarimiz turibdi. Mana hozir suzmalarni xullas bir kun turgandan keyin hozir mana buni ham yo'li bor. Mana bu suzmalarimiz. Bir kun turgandan keyin men uni mana bu yashikchaga solib, xullas mana bu og'ir temirda bostiraman. Og'ir temirda. Zardobi tez oshib ketish uchun. Ha, zardobi tezroq chiqib ketadi va suzma tez yetiladi va uni tezroq qurt jarayoni boshlanadi.
Suzma Bostirib qo'yganlaringizda tosh Ha, bostirib bu bostirib suv tezroq tezroq chiqib ketishi. suv xuddi shunday suv qochadi Ha, tezroq. bu oldin osib qo'yib, Ha, birpas ochiladi. keyin Suv ozgina oqqandan keyin mana bunaqa aylantirib tinmay bostirib qo'yamizda tezroq suv chiqib ketadi. Undan keyin quritib tashlaveradi. Vaqtdan yutish uchun. Maqsad vaqtdan yutiladi. tezroq. Ha, tezroq chiqib ketadi. Tezroq suv oqadi xudo xohlasa. Tez aylantiraman xullas. Chunki kuniga 25 litr sut bor kuniga. Sredniy aytganda 25-30 litrgacha sutimiz bor. Buni 10 litrni sotadigan bo'lsak, qolgan 20 litrni qayta ishlashimiz kerak, aylantirib qo'ymaslik uchun. Shuning uchun harakat qilamizki, bostiramiz, suvni chiqazamiz va qayta ishlaymiz. Xullas, eng oxirgi nimagacha boradi, isrof bo'lmaydi. Yo'q, Eng alhamdulillah. oxiri qurt bo'ladi-da. Ha, oxiri qurt. Ha, shukr. Xudoga shukr, qurt bo'ladi. Qurt qolib ketsa, uzoq muddat turib qolsa ham hech narsa qilmaydi. Yo'q, uni xolodilnikda asraymiz. Boya ko'rganingizdek xolodilnikda asraladi. Nima, lekin hozir shu kungacha qolib ketgan qurt yo'q. Yetkazolmasak yetkazolmayapmiz, lekin qolib ketgan qurt yo'q. Lekin boyaga siz aytganingizdek qolib ketgan qurtni ham yo'lini o'zi izlab tayyorlab qo'yganmiz. Ya'ni xolodilnikda o'zini normasida, o'zini vaqt soati bilan aylantirib turib, boshqa qilib asrash yo'lini o'sha o'rganib olganman. Chunki mana hozir 25 yildan beri echki boqadigan bo'lsam, mana echkilarni ko'rib chiqdinglar, sredniy 4 litrdan sut beradi. 25 yildan beri mana shunday ketida harakat qilib, asosan tabiiy toqqa jo'natamiz. Qo'shimcha oziq-ovqat bermayman, o'zimizni hovlimizdan chiqqan o't shu. Qo'shimcha ovqat berib, rasvot qilgandan ko'ra o'zimizdan chiqqan oziq-ovqatni yediraman, ularni ko'yniga qarayman, shu ish bo'yicha shug'ullanaman. Oilaviy bizning ishimiz shu. Ro'zg'or shu bilan Ro'zg'or shu bemalol bilan. hosil Alhamdulillah, olamiz. ro'zg'or shu bilan. Ha, shukr. Ro'zg'orimiz shu bilan. Qolgan ko'katlarni da yerdan Ha, chiqarasiz. endi ko'katlar o'zimizdan chiqadi. Boyagi mana bu sarimsoq piyoz, rediska, kashnich, ukrop, ko'k piyoz, bolg'ariskiy, ya'ni garimdori, bodring, pomidori, kartoshka, lugia bunaqa narsalar o'zimizdan chiqadi. Mevalardan ham boyagi shaftoli, o'rik, nok, behi, xurmo, olma, undan tashqari mana bu anor, anjir, undan tashqari mana bu funduq degan bir qimmatroq yong'oq bor ekan. Undan ham ekkanmiz. Mana bulturdan beri Xudoga shukr, alhamdulillah. Ikkita tupimiz bor. Ikkita tupimizdan bir 3 kilo hosil olyapmiz. O'zimiz olyapmiz. Hosillari bor. Hamma hosilimiz bor. Anjir bor, qora anjir, sariq anjir, ikki xil anjirlarimiz bor. Uzum bor deng. Ha, undan tashqari mana uzumimiz bor. Uzumni bargini terib, boyagi tok oshi qilib yeymiz. Tok oshi. Undan tashqari boyagi baklashkalarga nima sashasi so'litib yopib qo'yamizda, ya'ni qishi chillasi bo'lishidan qat'iy nazar, qor yog'ishidan qat'iy nazar, bahori fukusi bilan xuddi shu narsani yeymizda. Ha. Shukr, alhamdulillah. Xuddi shunday harakat qilganimiz uchun bor. Ko'katlarni ona majburlab beradi dedingiz. Ha, ko'katni endi onam asosan majburlab beriladi. Ya'ni tabiiy narsa. Tabiiy narsa. Ximikat berilmaydi. Boyaga shu echkilarni go'ngidan sepamiz, yerni o'yamiz. Mana bu sarimsoq piyoz, rediska o'zimizdan chiqadi, kashnich ukrop har kuni kechki ovqatimizda bor. Majburlab yediradi. Bundan tashqari mana kelingiz mana tabiiy gullar bilan shug'ullanadi. Bizning hayotiy tajribamiz shu. Mana bu ko'chatlarimiz mana. Ertandan o'zi ekiladi. Bular ham o'sha. Nima ko'chat bu? Mana bu garimdori, boshqacha garimdori. Mana bu bolgarskiy. Bolgarskiy ham po'stloqi yuqasi. Ikki xil bolgarskiy bo'ladi. Agonokki boshqacha qalin bo'ladi. U ko'proq hosil beradi. Agonokki go'shtli bo'ladi. Boyaga galipsi ovqat yeydiganingiz u boshqacha bo'ladi. Qishcha ham sigir sog'adimi? Bu qish ham echkini sog'adi. Echki degani. Echki. Bu lekin mana hozir 3,5 yosh. Shu echkini ichida katta bo'lgan. Echki usti bilan katta bo'lgan. Xudoga shukr, alhamdulillah unaqa kasal bo'lish yo'q. Kasal bo'lsa ham yengil o'tadi. Juda yengil o'tadi. 5-sinf o'g'lim bor, 3-sinf qizim bor. 3-sinf qizim bilan mana bu 3,5 yoshli qizim echkilarni kirib sog'ib chiqishadi. Ertalabkisini. Ha, ertalab sog'ib chiqishadi. Kechkisini ayolim sog'adi. O'g'lim dalaga chiqazadi. Shunaqami? Ha, nega hadicha?
Ertalab olamiz. Xudo Bizani xohlasa. xizmat shu. Bizani tirikchilik shu. Shukur alhamdulillah nolish yo'q. Ha, Xudo quvvat bersin. Amin, amin. Barakasini Aytganingiz bersin. sizga Aytgancha bu yoqda nimangiz ham bor? ha, undan tashqari, ha, mana shu Kim bo'ladigan mehmonlar uchun, mehmonxonangiz ham bor? mehmonlar uchun, ha, ya'ni oilaviy qo'yamiz. Hozirgi kunda 6-7 kishigacha, Hozir odam bor, ha? yozgi kunda 12 kishigacha. Ha. Nasib agar nima qilsa, shunday bilib bergan intervyu oladilar. Ya'ni sharoit qanaqa, boyagi sut ichishyapti, sutni effekti qanaqa sezildi yoki yo'q. Shularni bilishadi. Mana hozir 5 kunga olishuvdi, hozir yana 10 kunga surishdi mana. Shukur alhamdulillah har kuni ertalab sog'ilgan sut olishadi, olib ichishadi. Svit yoqqan mana bu reklamamni ham ko'rsinlar mana. Har bir joyga yoyib qo'yilgan mana. Mana. Undan tashqari gruppam bor, o'zimni echkichilik gruppam, Bo'stonliq Oqtosh echkichilik gruppam bor. Shuni ham o'zingiz yuritasizmi? Ha, gruppam bo'yicha ham kelishadi, reklama qilib, so'ram, boshqa qilib. Undan tashqari sanatoriyalarga ruxsatim bor. Oqtosh sanatoriyasi, Shabboda sanatoriyasi, televideniyani pansionati, G'azalkentda Chotqol sanatoriyasi, NBD sanatoriyasi, 5 ta sanatoriyaga ruxsat bor. Ya'ni men o'zim shug'ullanganim uchun hammasi ko'radi, biladi, tabiiy narsa. 5 ta sanatoriyaga ruxsat bor. Olib kiraman, nima mahsuloti bo'lsa, bemalol topshirib chiqib ketaman. Ularni uyaltirish yo'q, yuzini yerga qaratish yo'q. O'zimdan chiqqanligi uchun o'zim shug'ullanganligim uchun o'zim bemalol topshira olaman. Mahsulotimga javob bera olaman. Hadicha qochibdi. Xudo quvvat bersin. Amin, amin. Mana mehmonxona. Odam bor ekan, mana oshxona. Topchan. Yozuv suv havzasi. Yozuv oshxona ekan, ha? Mehmonlar, assalomu alaykum. Qanday bo'lyapti amal ishlar? Yaxshi. Sharoitlar yoqdimi? Ha, yoqdi. 5 kun bo'ldi kelganimizga. Yaxshi dam olyapmiz. Har kuni ertalab echkini sutidan ichamiz. Biram yaxshi shirin ekan. Sheriklarimiz bugun ketishdi. 6 kishi edi o'zi. 5 kishi. Ha, 5 kishi ekanmiz. Xudoga shukr. Buni yaxshi dam olib o'tiribmiz. Pokiza, hamma yoq chiroyli. Echkini sog'ilgan paytda chapsizda birdan. Issiqda olib chiqishdi. Ertalab. Kechqurungidan ham ichdik. Foydasi bilinyaptimi? Voy tiyapti. Oldin ham kelganmisizlar? Yo'qxona sutlari yaxshi. Oldin ham kelganmisizlar? Kelganmiz. Betga kelmadik. Sanatoriyga kelgan. Yurgan yaxshi mana. Yaxshi. Sharoit qo'yishibdi, chiroyligini qilib. Ha, chiroyli ozada. Biz ham Toshkentda tabiiy mahsulotlar targ'ib qilamiz. Ha. Shu yerda guruhimiz bor. Ha, bu eng muhimi bular o'sha hozir kovlilarda ham bironta narsasiga kimyoviy o'g'it, zahar berishmaydi-da. Shu echki ham shunaqa boqiladi. Ha, xutlari ham xudoga shukr. Suzma ham yaxshi ekan. Ja, maza qildik. Xudo xolasa olib ketmoqchi biz o'yga ham. Bolalarga. Bugun sheriklarimiz ham olib ketishdi sutlar. Sariyog'lari ham, suzmalari ham, qurtlari ham olamiz bulardan. O'zlari ham shirin ekan. O'zlari ham yaxshi, anaqa shirin so'z, kamtar insonli ekan.
Eng muhimi sharoit bo'lsa, sharoit dam oluvchi odamga o'zida. Eng kerak sharoit. yaxshi dam olinglar, charchamasdan. Yaxshi olib ketinglar, mayli. Sog' bo'ling. Xudo shifo bersin, kelganlari sabab qilib Xudo xohlasa. Foydasi bo'lsin ularga. Inshaalloh. Ichkarida mana qurt tayyorlash Jarayoni boshlandi. boshlanib ketdi. Ha, bo'sh odam bo'lsa kelsin hasharga. Qurtni boshlayman, o'zim bolalarim qiladi. Shunda faqat shakli har xil bo'lib chiqadi, shunisi bor. Ortda ham o'zimiz qilamiz. Allohga shukr, mana bolalarim o'zi bittasi bitiradi. Bu ikkinchi tog'oramiz. Bitta tog'orani bitirdik. Bu tepadami qurtlaringiz hozir? Ularni Tepaga qo'yildimi endi? Qo'yildi. ha, tepaga yoyib, o'sha ancha joyi yoyib qo'ydim. Kirsak bo'ladimi ichkariga? Ha, bemalol kirib ko'ravering. Beva. Kichkina korxonachangizga Oynay baqa. Bismillah. Mana patni sig'ilishadi. keyin tepaga yoyasiz. Tepaga uramiz. Xudo xohlasa 2 kunda tayyor bo'laveradi. Anaqani qo'shib qo'yasiz, Ha, to'pga yoqib qo'yamiz, faqat yoqib o'chirib turamizda. Sababi elektrda ha, qiziydigan. birdan qattiq issiq berib yuborsangiz ham yog'i chiqib xunuk bo'lib ketadi, yorilib ketadi. Shuni hisobiga birpas yoqib, birpas o'chirib, 2 soat yoqiladi, 2 soat o'chiriladi, shunaqa qilib turiladi. Shunda ham chiroyli quriydi, akkuratli bo'ladi. Echkiniki bu. Ha, xuddi shunday. Xuddi shunday. Ertalab qancha dedingiz bozorda? Kilosi 180 ming so'm. Kilosi 180 ming, donasini 4 mingga to'g'ri keladi. Maşallah. Bizga mana 1 kiloyingizni endi bunaqa kattaroq qilishimiz hisobiga nima 36 tadan 40 tagacha. Ya'ni sal katta kichikligiga qarab 36 tadan 40 tagacha, bizga 44 tagacha. eski narxda berayotganingiz uchun Toshkentdagi narx bilan bir xil bo'lib qolibdi-da, bizning narximiz bilan. Endi sizga ligota bor-ku. Rahmat. Sizga endi kelishtirib qilib beramiz. Bismillah. Bizga o'sha eski narx qolganligi uchun Ha, shunaqa. Toshkentda biz ham 180 sotyapmiz. Mana bu yerda Oqtoshning o'zida ham kilosi 180 ming ekan. 200 minggacha sotaman ochig'i. Biz ham sotamiz. Ha, 200 mingdan sotaman. 200 ming so'm ham. Qanaqa kamaygan paytlarga bozorda ko'tarilib Kamaygan emas. Yog'i yaxshi ololmay qolamiz. Bir xilda issiqda mana kuvdan chiqqan yog'i ko'ryapsiz. Bir xilda issiqda yog' yaxshi tushmaydi. Qotmaydi, shuni hisobiga yog'liroq bo'lib qoladi. Shunaqa zakaz bo'ladiki, yog'ini olmasdan qilib ber deydi. Ana ularga boyaga tushuntiramiz, yog'ini olmadik. Boyaga litrga to'g'irlashimiz kerak, suti narxi mana bunaqa, shunaqa desa, bo'ldi, bizga qilib ber deydi. Keyin haqiqatda ko'ngildagi qidirib olib ketishadi. Buni hech qurtida shifolik ham bor-da, bir aytib. Buni dorilik kiyishadi. Qarang, oshqozonda yazvasi borlar, qizil o'ngach shamollaganlar, keyin yosh bolalarga kalsiumni yedirib yurishadi. Lekin ko'p olmaydi. Tez aynaydi, ya'ni yog' chiqazib, yorli-yorli xunuk bo'lib ketadi. Ko'p yeb bo'lmaydi, chiroq yoradi. Imkon qadar shu dorilikka sekin shimib yurishadi. Sekin bir kunda 4 ta 5 tagacha har bitta odamga. Bunaqagacha yeb yurishadi, lekin dorilikka kalsiumni yosh 4 ta 5 tasi necha gram bo'ladi? 4 ta 5 tangiz borsa 110-120 grammgacha bo'ladi. Biz nima ekanda xullas? Ha, undan ko'p ham yeydiganlar bor. Qabziyati borlar ko'proq yeyaveradi-da. Qabziyatni o'sha oldini olish uchun. Ha, xuddi shunday. Shunga ham yeyishadi. Shunga ham yeyishadi. Yeyish. Qo'l qo'yib bor. Bismillah. Mana shunaqa. Oilaviy korxonamizda mana shunaqa shunday. Qishloqchasiga-yu endi Imkon qadar qo'ldan kelgancha. Eng muhimi pokizagina. Alhamdulillah. Pokizalik ketib berasiz, shuncha yaxshi ko'ramiz sizni. Shunday, Xudoga shukr. Alhamdulillah. Imkon qadar. Qo'ldan kelgancha. Endi baribir bu yoy parvargor, ozgina tuzida adashamiz bir xilda apparat esdan chiqib qoladiki, o'chirish yog'i chiqib ketib qoladi. Shunday qilib har xil bo'lib qoladi. Bir xilda o'zingiz ham koyib qo'yasiz.
qilibdi nima qilib berding klientlarim berib qo'ysa shu paytda sal ozgina xato qilib qo'yamiz. Xaridorlar endi oldingida emas ekan deb qo'yapti. Ha, endi so'raganingizdan keyin majburiy ilojimiz yo'q berib yuborishimiz kerak. Ayb ham yetib qolmadi. Ozgina parvardigor, ozgina muammoyimiz bo'lib turadi. Mana ko'rdingiz, boya tepalarga aylanib keldik, nimaga charchab qolmay, endi sizlar bilan uxlab qolib zo'rg'a peshinga ulgurdim. Shunda Xudo barakasini bersin. amin, amin. Imkon qadar qo'ldan kelgancha. Hashara kelingizlar hali ko'p ekan. Ha, hali bor. Hatto yana bir 5 ta qop nima bor? Suzma. 5 ta xaltada. Xaltada. Ha, xaltada suzma bor hali. Qilamiz. Yash.